Beshimboy aka? Ha. Beshimboy aka, Ha. sizlar bir iltimos bilan kelgandim. O'zi meni uyima hamma iltimos bilan keladi. Qanday iltimos yana? Shu bachani og'ziga bir tuflab bersangiz, sizdagi bir boy yaxshi odam bo'lsa. Hozir men shuni og'ziga tuflasam boy bo'ladimi shu bacha? Ha, Boyliga tufligi nima daxli? Jillimisan sen? Siz tuflang qani, nima ishingiz bor? Men qani? Bitta tuflang. Olib kelay tuflayman, lekin mendan emas, yerda bir gap bo'lsa. Ya tuflang qani, borlarni aytaman. Birday narsa. Nima qilyapti? Beshim. Ha? Beshim. Ha, zet. Yur bu yoq. Nimaga? Oldim aka. Nima bo'ldi? Yur. Yuring, mana bunga qarang. Buni bo'lishiga qarang. Kim bu? Mani o'g'lim. Esingizda bo'lsa sizlar tuflatgandim og'ziga. 30 yil oldin. Sizdagi bir boy yaxshi odam bo'lsin deb sizlar tuflatgandim. Bo'lishiga qarang, alkash bo'lmish bo'lib ketdi bu. Ag'ay, men senga shu payt aytdim-ku, Nasim, men tufligim bilan bu bacha boyib ketmaydi, yaxshi odam bo'ladi deb aytdim-ku. Hozir men buni nima qiling endi men? Necha yoshiga kirdi bu? 31. Yana 2 yil kutasan. Qanday? Men ham 33 yoshimdan keyin ishlarim yaxshi bo'lib ketdi. Ungacha alkashdim. Voy, onang. Ha, tur qani, yana 2 yil kutayotganimiz. Tur.